Nurullo Chori, tashvishi yo'q odamlar. Ushbu asar zamonaviy hayot manzaralarini chuqur falsafiy va ijtimoiy ruhda yorituvchi badiiy kitoblardan biridir. Asarda tashqi tomondan beg'am, beparvo, go'yo hayotda hech qanday muammosi yo'qdek ko'rinadigan insonlar hayoti tasvirlanadi. Muallif ana shu tashvishsizlik ortida yashiringan ichki bo'shliq, befarqlik, mas'uliyatsizlik va ma'naviy qashshoqlikni ochib berishga intiladi. Kitob qahramonlari turli ijtimoiy qatlam vakillari bo'lib, ularning har biri orqali jamiyatda uchraydigan muhim muammolar ko'tariladi. Ayrim obrazlar hayotning mazmuni haqida o'ylashni ortiqcha deb bilsa, boshqalari atrofdagi voqealarga loqayd qaraydi. Muallif bu holatni tanqidiy ruhda tasvirlab, o'quvchini o'z hayoti, burchi va jamiyat oldidagi mas'uliyati haqida mushohada yuritishga chorlaydi. Asarda insonning ichki dunyosi, vijdon mas'uliyati, vaqtining qadriga yetish kabi mavzular yetakchi o'rin egallaydi. Tashvishi yo'q odamlar nomi ostida aslida tashvishsiz emas, balki o'z tashvishlarini anglashdan qochayotgan, hayot mohiyatini chuqur his qilmayotgan insonlar obrazi gavdalanadi. Shu jihatdan asar o'quvchini hushyorlikka, befarqlikdan voz kechishga undaydi. Nurullo Chorining sodda, ravon va ta'sirchan tili kitobning eng keng kitobxonlar ommasi uchun tushunarli qiladi. Asar nafaqat badiiy zavq bag'ishlaydi, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lib, yoshlarni fikrlashga, hayotga jiddiyroq qarashga chaqiradi.